قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم محترم otaxonlar, hurmatli akalar, ukalar, aziz mo'min musulmon birodarlar, mana bugun hijriy 1437-yil Zulqa'da oyining 2-kunida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu kunda qiladigan ibodatlarimizni o'z huzurida qabul aylasin. Gunohlarimizni mag'firat etsin. O'zi rozi bo'ladigan solih amallarni ko'p qilishlikka muvaffaq qilsin. Birodarlar, mana yodingizlarda bo'lsa, o'tgan 2 jumadan beri Imom Azam Abu Hanifa Nu'man ibn Sobit rahmatulloh alayhini hayoti bilan tanishtirib o'tdik. Bugungi juma suhbatimizda ham islom tarixida o'chmas iz qoldirgan va yer yuzini ko'plagan joyi shu olimni mazhabi bilan yuradigan buyuk ulamolardan Malik ibn Anas rahimahulloh bilan tanishamiz. Bu imom nihoyatda hadis ilmida mashhur olim. Imom Zahabiy aytadiki, kana shayxul islom va hujjatu asrihi. Kana faqihan muhaddisan muhaban deydi. Siyar alamun baloda Imom Zahabiy bu kishiga ta'rif beryapti. Nihoyatda katta olim deydi. Hujja shayxul islom deydi. O'z zamonasining hujjati deydi. Va muhaddis, faqih va haybatli odam bo'lgan deydi. Bugungi o'tadiganimiz demak Malik ibn Anas rahimahulloh ekan. Ko'p odamlar bu kishini payg'ambarimizning sahobasi Anas ibn Malikning o'g'illari deb o'ylaydi. Malik ibn Anas bo'lganligi uchun u kishi Anas ibn Malik. Anas ibn Malik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 10 yil xizmat qilgan sahoba. Lekin bu sahoba bilan Imom Malikning aloqasi yo'q, qarindoshligi yo'q. Chunki Anas ibn Malik Madinalik, Ansorilardan. Lekin Imom Malik ibn Anas bu kishi Himyari, asli Yamandan. Bu kishining nasablari Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir ibn Amr ibn Horisa, Asbahi, Himyari, Yamani, Al-Madani. Ya'ni dalalarning ati Anas, opodalarining ati Malik. Shu Yamandan Madinaga ko'chib kelgan katta bobolarining ati Abu Amir bo'lgan. Abu Amir ibn Amr ibn Horis. Yamanda Himyar qabilasidan, ya'ni bular Adnonga taqaladi. Shu paytda Yamandan Madinani tashqarisiga Zatul Quro degan joyga ko'chib keladi. Keyin Imom Malik zamonasida bular Madinaga ko'chib kelgan. Imom Malik hijriy 93-sanada tug'iladi. Shu hijriy 93-sanada Anas ibn Malik vafot etgan. Imom Malik ibn Anas hijriy 90-yil tug'ilgan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu shu yili vafot etgan bo'ladi. Onalarining ati Oliya binti Sharik Azdiya. Onalari ham shu Yamandan, Azd qabilasi Yamanda bo'lgan. Bu yerda farzandlari 3 ta o'g'il, 1 qizi bo'lgan ekan. Imom Malikning 3 ta o'g'li bo'lgan. Katta o'g'illarining ati Yahyo, Muhammad va Hammod bo'lgan. Qizlari bitta Fatima deyiladi. Fatima degan qizi bo'lgan. Bu Fatima qizlari ham nihoyatda katta olimalardan bo'lgan. Imom Malikning mana Muvatta degan kitobi bor. Ya'ni hadis ilmida birinchi yozilgan kitoblardan. Muvatta ham fiqhda yozgan, ham fiqh bor, ham hadis bor. Butun sara hadislarni saralagan. Shu Muvattoni qizlari ham yodlagan. Imom Malik umrlarining oxirida dars bersalar, bu qizlari eshik tashqarisida o'tirar ekan. O'qiyotgan shogird shu iborada xato o'qiydigan bo'lsa, Imom Malik e'tibor bermay qolsa, eshik taqillatib qo'yar ekan qizi.
Shundan Imom Malik darrov sezarkanda xato o'qiyotganini bilib, yana qaytadan o'qirdi deydi. Ya'ni qizlari ham shunaqa olima bo'lgan. Muvattoni yodlagan. Shuning uchun Imom Malik aytadiki, o'g'li kichkinaligi paytida eng kichik o'g'li Hammod o'yinqaroqroq bo'lgan ekan. Hammod degan o'g'li o'yinqaroqroq bo'lgan. Keyin bu qizi ilmga qiziqqan. Odamlarga aytar ekanki, bu ham o'g'lim, bunisi o'zimni qizim. Lekin ilm bu Allohning beradigan narsasi ekan. O'g'limdan ko'ra qizim ilmli bo'lyapti, ilmga qiziqyapti deb aytardi deydi. Imom Malikning kunyalari Abu Abdulloh bo'lgan. Imom Malikning bitta akasi bo'lgan. Akasi Nazir. Nazir avval ilmga nihoyatda qiziqqan. Ya'ni Imom Malikdan oldin ilmga qiziqqan ekan. Imom Malik u paytda yoshroq bo'lgan. Ilm halqalarida ko'p yurgan. Shunda dadasi ikki o'g'lini o'tkazib olib Anas. Ikki o'g'liga savol beradi, mas'ala so'raydi. Shunda akasi Nazir to'g'ri javob beradi. Lekin Imom Malik u paytda yosh bo'lgan, javob bera olmagan. Shunda dadasi qattiq so'kib, "Sen shu o'ynashing, o'sha paytda kaptar bilan ko'p o'ynar ekan, kaptar boqqan ekan. Shu narsalar seni ilmdan to'sib qo'yyapti" deb qattiq tanbeh bergandan ta'sirlanib, hamma narsani yig'ishtirib ilmga sho'ng'igan ekan. Ilmga kirishiga shu gap dadasining gaplari ta'sir qilgan deydi. Opa dadasi, ya'ni dadasini bobosi Abu Omir, payg'ambar alayhisolamning sahobalaridan bo'lgan. Payg'ambarimiz bilan Badrdan boshqa barcha mashhadlarda, voqealarda ishtirok etgan. 4-opa dadasi. O'zini bobosi, ya'ni dadasining dadasi Malik bo'lsa, katta tobe'inlardan hadis rivoyat qilgan. Bu kishidan ko'pchilik hadisini olgan. Va Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida shu Usmon ibn Affon mushaf yozgan, shu yozgan odamlardan bittasi. Ya'ni Imom Malikning bobosi, dadasining dadalari. Usmon davrida shu mushafni yozganlardan. So'ng shu Usmon ibn Affon vafot etganlarida, shahid qilinganlarida shu Usmon ibn Affonni yuvgan va kafanlaganlardan bittasi ekan. Dadalari Anasda ham shu ahli ilm bo'lganligi aytiladi. Hadisga qiziqqanligi va amakilari ham shunaqangi ahli ilm bo'lgan, ahli hadis bo'lgan. Bularning uyida doim ilmiy suhbatlar bo'lgan. Shuning uchun Imom Maliklar yetishib chiqqan. Xonadonlarda asosan gap tijoratdan bo'ladigan bo'lsa, u yerda tug'ilgan, u yerda o'sayotgan bolalar ham tijoratchi bo'ladi. Hunarvandda uyida hunardan gap bo'ladigan bo'lsa, uni bolalari ham hunarvand bo'ladi. Ilmga qiziqmaydi. Ya'ni bularning uyida doim payg'ambarning hadisi bo'lgan ekan. Amakilari ham ahli ilm, dadasi ham ahli ilm, qarindoshlari ham ahli ilm, Madinada yashashyapti. Shuning uchun Imom Maliklar shu hadisga muhabbat bilan o'sgan. Bizda 4 ta buyuk xalifalarimiz bor. Ulardan birinchisi Abu Hanifa, Abu Bakr roziyallohu anhu. Ikkinchisi Umar ibn Hattob, Usmon ibn Affon va Ali ibn Abi Talib. Xuddi shuningdek 4 ta ahli sunnada mazhab bor. To'ralasi ham haqdagi odamlar. Birinchisi Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit. Ikkinchisi shu Imom Malik, Malik ibn Anas. Uchinchilari Muhammad ibn Idris, Ash-Shofiy va to'rtinchisi Ahmad ibn Hanbal. Bu 4 ta imom buyuk imomlardan. To'ralasi ham hadis va fiqhda kuchli. O'zi asli tarixda buyuk olimlar ko'p bo'lgan. Mazhablar ham o'ta shunaqa ko'p bo'lgan. Lekin Alloh taolo shu 4 ta mazhabni yer yuziga tarqashini iroda qildi. Qolgan mazhablar yo'q, vaqtlar o'tishi bilan yo'q bo'lib ketdi. Alloh taolo bu 4 ta mazhab boshiga juda ko'p ne'matlarni berdi. Bularga ilm, fahm, zehn, boylik berdi. Imom Malik, Abu Hanifalar katta boy bo'lgan. Shaharining katta tijoratchilari bo'lgan. Xuddi shuningdek Alloh taolo bu 4 ta imomga, 4 ta mazhab boshiga shunaqangi shogirdlar berdi. Bularning shogirdlari shu ilmini, bularning fatvosini, bularning masalalarini o'zidan keyingilarga tarqatdi. Ya'ni bu olimlar o'zlariga shunaqangi shogirdlar yetishtirib chiqardi. Abu Hanifani mazhabini, mana Abu Hanifa Hanafiy mazhabi dunyoda yer yuzini juda ko'p joyini egallagan. Bu yog'i Hindiston, Pokiston, Turkiya, Shom, Misrning ba'zi joylari, Mavran Nahr. Aytishlaricha 700 millionga yaqin musulmon Hanafiy mazhabida. Keyin mana Maliki mazhabi. Afrika, Misr, Emiratlar. Ya'ni Alloh taolo bu mazhab boshilarida shu Alloh bilan bo'lgan sadoqatiga sodiq turganligi uchun, ilmiga xiyonat qilmaganligi uchun, Allohga bergan ahdida sodiq bo'lganligi uchun bularning masalasini, bularning fatvosini, bularning shu ilmini dunyoga tarqatdi. Va mana shularning qolishligini iroda qildi.
O'zi asli ulamo Shomda Avzoyi bo'lgan, katta muhaddislardan, shularga zamondosh. Lekin bu yerda shogirdlari bu yerda ilmini davom ettirmadi. Yoki bo'lmasam Savriylar, Shabiylar, Said ibn Musayyiblar chiqqan. Bularning mazhablari keng tarqalmagan. Demak, bugun o'tayotganimiz Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi ham Abu Hanifadan keyingi martabadagi buyuk olimlardan. Bu kishi ham ahli sunna va jamoadan. Va Abu Hanifadan 13 yosh kichkina bo'ladi. Shu hijriy 93-yil tug'ilgan ekan. Yana bu kishini ilmi haqida ko'p gaplar aytadiki, yoshlik chog'ida Qur'onni yodlagan ekan. Ahli Madinaning odati bo'lgan, bolalariga yoshlik paytida Qur'onni yodlatib qo'yishardi. Hozirgi kunda ham xuddi shunaqa. Makka, Madinada hamma joyda tahfizul Qur'onlar bor. Hamma masjidda Qur'on yodlatadigan tahfizlar bor. Yoshlik paytida 10 yoshar, 12 yoshar bolalarni hammasi 15 pora, 20 pora, 30 pora Qur'onni yodlagan bo'ladi. Eskidan bu udim shuna bo'lib kelayotgan. Yoshlik paytida Qur'onni yodlagan, undan so'ng hadisga kirishgan deydi. Onalari shu darsga jo'natayotib nihoyatda chiroyli kiyintirib qo'yar ekan. Va aytar ekanki, Robiyaga borib ta'lim ol. Robiya shu paytdagi Madinadagi tobe'inlardan, ahli ilmlardan. Birinchi ustozlari Robiya bo'lgan. Ta'allam adabahu qabla ilmihi deb jo'natar ekan. Robiyani avval odobini ol, undan keyin ilmini olasan deb jo'natar deydi. Undan so'ng ikkinchi ustozlari shu Madinadagi tobe'inlardan Abdurrahmon ibn Hurmuzda o'qigan. Abdurrahmon ibn Hurmuz mashhur muhaddis, olim, faqih, Madinaning ulamolaridan. 7 yil Abdurrahmon ibn Hurmuzda o'qigan ekan. Va bu kishi ko'p aytar ekanki, Ibn Hurmuz, Imom Malik ko'p gapini keltiradi. Doim bizga o'tirishda aytardiki, har bir olim o'zini shogirdlariga, o'zini bilan birga o'tirganlarga o'rgatib yuborish kerak, yodlatib yuborish kerak. Odamlar savol so'rasa, la adri, bilmayman degan narsani o'rgatib yuborish kerak deydi. Bu din. Bilsa ham bilmasa ham gapira olmaslik kerak. Bilmayman, la adri degan narsani yodlatib yuborish kerak deydi. Chunki ba'zi odamlar bilmagan narsasi haqida ham gapira oladi. Shuning uchun Abdurrahmon ibn Hurmuzning mashhur gapi bor ekanki, la adri deb yodlab olinglar deydi. Odamlar narsa so'rasa hammasi javob bera olmaylar. Chunki ayniqsa oxiratga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, halol haromga taalluqli bo'ladigan narsada ulamolarga, fuqaholarga jo'natinglar dedi. Shuning uchun Imom Malik rahmatullohi alayhi o'ziga ham katta faqih bo'lib dars berib o'tirganda uzoq Andalusdan bir odam keladi. Kelib 40 ta masala haqida so'raydi. 40 ta savol beradi. Bu 40 ta savoldan 34 tasiga la adri deb javob beradi. Bilmayman deydi. Shunda hali odam aytadiki, imom, siz shunaqa katta ulug', buyuk imom bo'lsangiz, sizni davrig'ingiz butun dunyoga ketgan bo'lsa, 40 ta savol bersam 34 tasi ham bilmayman deyapsiz deydi. Shunda Imom Malik aytadiki, "O, tepalikka chiqib baqirib ayt bu gapingni" deydi. "Men hijolat bo'lmayman" deydi. Ya'ni bilmagan narsani bilmadim deydi. Imomlar, ulamolar uyatmagan, hayo qilmagan. Ayniqsa taloq masalasida odamda hayoti hal bo'ladi. Bilmasdan, ikki tomonda eshitmasdan turib hukm chiqaradigan bo'lsa, birovlar orqali gap keladigan bo'lsa, bir ayol tul bo'ladi, bolalar yetim bo'ladi. Shuning uchun bunaqa savollarni o'zini ustalariga, fiqhda yaxshi biladiganlarga jo'natish kerak. Har bir narsaga javob bera olish kerak emas. Bilmagan narsasini bilmadim deyish kerak ekan. Imom Malikning ustozi shunaqa o'rgatgan ekan. Yana undan so'ng Nofida o'qigan ekan. Nofi Ibn Umarning shogirdi. Mana Madinalik Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu shogirdi Nofi bo'lgan. Nofining shogirdi Imom Malik bo'lgan. Muhaddislarda oltin silsila bor. Eng yaqin sanad. Malik an-Nafi an Ibn Umar an Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni hadis ilmida eng qisqa sanad bor. Imom Malik Nofidan rivoyat qiladi, Nofi Ibn Umardan, Ibn Umar payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qiladi. Mana shuni oltin silsila deyiladi. Imom Malik rahmatullohi alayh undan keyin shu davrda eng katta muhaddisi Ibn Shihob Zuhriyda ham o'qigan. Ibn Shihob Zuhriy tobe'inlardan. Nihoyatda ko'p hadisni odamlarga tarqatgan odam. Ibn Shihob o'zi aytadiki, bir kuni hayit kuni deydi. Odamlar hayit kuni hammasi qarindoshlariga ketadi, yo'qlab, ziyoratlar qilib. Men deydi shu Ibn Shihob Zuhriyning uyiga bordim deydi. Chunki shu kuni xoli bo'ladi, mehmoni bo'lmaydi, hamma o'zini hayitini qiladi deb. Borib eshik taqillasam, joriyasi chiqdi deydi. Joriya chiqdi, unga shu meni kelganimni ayting domlaga deb aytdim deydi.
kirib ketdi-da, eshitib turibman tashqaridan. Imom Molik u joriya aytganki, shu Ibn Shihab Zuhriyga Ashqar g'ulomingiz keldi deb aytdi dedi. Ashqar degan oq yuzli degani. Bu joriya qiz Imom Molikda shu ustozi bilan ko'p yurganligidan, doim eshik tagida ostonasida o'tirganligidan bir xizmatkor deb o'ylagan ekan. Shuning uchun Ashqar g'ulomingiz keldi deb aytgan. Keyin kirsin deb aytdi Zuhriy. Kirib o'tirdim, ko'rishdim dedi. Va menga aytdiki, bugun hayit bo'lsa, hayit qilib yurmayapsanmi? Hayit qilib qarindoshlarnikiga bormadingmi deb aytdi dedi. Men yo'q deb aytdim dedi. Ovqatlandingmi dedi? Yo'q dedim dedi. Ovqat qolaysanmi dedi? Yana yo'q dedim dedi. Va aytdimki, sizni taomingizdan ko'ra ilmingizga muhtojroqmiz deb aytdim dedi. Shunga menga bugun hadis aytsangiz, ya'ni ilm bersiz deb aytdim. Shunda Zuhriy menga 30 ta hadisni aytdi dedi. 30 ta hadis. 30 ta hadis aytgandan keyin bo'ldi, yetadi bugunga deb aytdi. Men aytdim, yana davom ettiraylik, hali vaqt bor desam, shu 30 ta hadisni yodlab olgin, keyin kelasan deb aytdi. Men bo'ldi, yodlab oldim dedim dedi. Shunda qo'limdan yozgan lavhalarim oldida qaytar deb aytdi. Va Imom Zuhriyga shu 30 ta hadisni aytib berdim. 30 ta hadisni o'zi emas, sanadlari bilan, roviylari bilan, Payg'ambar alayhisolamga taqaladigan roviylari bilan aytib berdim. Meni qo'limga shu lavhamni qaytardida, sen shu ilmni yodlab oladigan bir idish ekansan-ku deb chiqarib yubordi dedi. Ya'ni 30 ta hadisni bir eshitganda shu roviylari bilan aytib bergan. Alloh taolo ularga shunaqangi iste'dod, noyob zehn bergan. Bir marta eshitgan hadisini roviylari bilan qaytarib bergan ekan. Shuning uchun bu Imom Molik 21 yoshida Madina Munavvarada payg'ambarimiz masjidida, Rovzada dars bergan. 21 yoshida bu kishiga shunaqa kurs qo'yilgan, shu kursidan dars berardi. Va bu payg'ambar alayhisalom masjidlarida dars berishlik hammaga ham emas. Zehni o'tkir bo'lsa, hadisni ko'p bilsanglar aytib o'tkazib qo'yisha olmagan. Balki Imom Molikda shu ilmiga, muhaddisligiga 70 ta shu zamonaning katta olimlari tavsiya bergandan keyin ilmi haqiqatda kuchli ekanligini aytgandan keyin kursiga o'tirib dars berishni boshlagan. 21 yoshida Madina Munavvarada payg'ambar alayhisalom masjidida dars bergan. Dars berganda nihoyatda Rasulullohning hadisidan dars beradigan bo'lsa, doim tahorat bilan gapirar ekan. Haybat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga haybat qilganidan, nihoyatda hurmat qilganidan hadislarda ham tahorat bilan aytardi deydi. Bu kishining fazilatlaridan bittasi shu payg'ambar alayhisalom tug'ilgan asrda tug'ilgan. Ya'ni 93-yilda Rasululloh tug'ilgan asr. Bu muborak asrlar hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytganki, xoyrul qorin qorni, xoyrul qurun qorni, summallazina yalunahum, summallazina yalunahum degan. Zamonlarda eng yaxshisi meni zamonam degan. Ya'ni zamonai saodat, vahiy tushib turgan davr. Payg'ambar davrida payg'ambarimizga vahiy tushgan. Va bu davrda yashagan odamlar keyin odamlardan ancha islomga, Qur'onga, hadisga yaqin bo'lgan odamlar. Shuning uchun bularning qilgan amallari hujjat bo'ladi. Undan keyin dedi Rasululloh, undan keyingi zamonalar, ya'ni sahobalar zamonasini maqtagan. Asrlarda eng yaxshisi meni zamonam, mendan keyingi sahobalarning zamonasi va tobe'inlarning zamonasini maqtagan. Imom Molik ham shu Rasulullohning asrida tug'ilgan ekan. Ya'ni tobe'inlar davrida tug'ilgan. Ikkinchi fazilatlari, bu kishi shu Madinada ta'lim olgan. Fuqahoy sab'a deyiladi. 7 ta faqih bo'lgan. Payg'ambarning sunnatini, payg'ambarimizning ilmini talqatgan 7 ta fuqaholar bor. Fuqahoy sab'a sahobalardan ilm olishgan. Masalan, Said ibn Musayyiblar, Urvat ibn Zubayrlar, shu 7 tani fuqahoy sab'a deb qo'yadi. Imom Molik Madinada shulardan ilm olgan. Ya'ni asl manbadan ilm olgan. Yana bitta fazilatlari, bu kishi haybatli bo'lgan. Alloh taolo haybat bergan. Shuning uchun amirlar ham, xulofalar ham bu kishi bilan maslahatlashardi. Harun ar-Rashid nihoyat martabasini o'z o'rniga qo'ygan. Har bir ishni Imom Molik bilan maslahatlashib qilardi. Imom Molikning oldida katta amirlar ham hafsalab turardi. Alloh taolo bergan haybat bo'lgan. Hamma ishda shu kishiga murojaat qilishardi. Ahli ilmga, ulamoga, fuqahoga murojaat qilish kerak. Dunyo ishlarida ham, oxirat ishlarida ham ulamodan, fuqahodan, faqihdan so'rash kerak. Lekin biz shunaqa zamonda yashayapmizki, ulamolar, fuqaholarning qadriga yetilmaydigan davrda yashayapmiz. Bizning davrlarimiz shunaqa davr bo'lib qoldiki, og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyda o'g'li gapirsin deydigan bo'lib qoldi. Shahar sharmandaniki degan bir zamonlarda yashayapmiz. Payg'ambarimiz aytganki, oxirgi zamonga yaqin shunaqangi ruvoyzolar chiqadi. Umuman qadri yo'q. Na ilm bor,
na aql bor, na fikr bor, na odob bor, na axloq bor. Ya'ni dumlar bosh bo'ladigan davrlar keladi degan davr. Ulamolarning ehtiromi yo'q bir zamonda yashayapmiz. Lekin Alloh taolo bu Imom Molikka shunaqangi haybat bergan ekan. Har qanaqangi umarolar ham, katta odamlar ham, nufuzli odamlar ham haybatlanib turardi. O'zini gapini hatto erkin gapirisha olmasdi. Yana bu kishining 4-fazilatlari hadisda va fiqhda imom bo'lgan, peshvo bo'lgan. Ya'ni fiqhda Abu Hanifaning martabasiga, darajasiga chiqmagan. Fiqhda hamma Abu Hanifani eng faqih deyshadi. Lekin bu kishi ham imomat. Ya'ni fiqhda imom deb e'tirof qilingan. Hadisda bo'lsa bu kishiga hech kim teng kelmaydi. Yozgan kitobi Muvatto eng mashhur kitoblardan. Shuning uchun Harun ar-Rashid aytadiki, shu Muvatto yozilganda. Mana shu Muvattoni deydi, butun dunyoga o'qiydigan qilamiz deydi. Ya'ni musulmonlarning hammasiga Qur'ondan keyingi o'qitiladigan kitob qilib Muvattoni qilaman deydi. Xalifa shunda Imom Malik aytadiki, yo'q deydi, unaqa qilmayman deydi. Chunki payg'ambar alayhisalomning sahobalari Shomga ham tarqadi, Iroqqa ham tarqadi, yer yuzini hamma joyga tarqadi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ilm olishdi. Hadislar har xil keladi. Shuning uchun ixtiloflar chiqmasin dedi. Shuning uchun Muvatto unaqa tarqalmagan. Lekin Imom Shofiylar Muvattoda aytadi, Imom Ahmaddan so'rashgan. Hadis ilmida qaysi kitobda o'qiy deganda, Imom Ahmad aytadiki, Muvattoda o'qi deydi. Imom Shofiy aytadi, Qur'ondan keyingi eng afzal kitob Muvatto deydi. Bu paytda Imom Buxoriylar chiqmagan. Yana bu kishining fazilatlari haqida keyin kelgan ulamolardan Abu Yusuf, Abu Hanifaning shogirdlari aytadi. Ma ra'aytu a'lama min salasatin deydi. 3 ta odamni ko'rdim. Ulardan ko'ra ilmli odamlarni ko'rmadim deydi. Men hayotimda ko'rgan eng buyuk imomlar, olimlar 3 ta bo'ldi deydi. Birinchisi Imom Malik, ikkinchilari Ibn Abi Layla, uchinchisi Abu Hanifa deydi. Yana Abdurrahmon ibn Mahdi aytadiki, a'immatul hadis yuqtada bihim arba'atun. Sufyan Savri bil Kufa, Malik bil Hijaz, Auza'i bil Sham, Hammad ibn Zayd bil Basra deydi. Abdurrahmon ibn Mahdi o'zi Imom Malikning shogirdlaridan, madaniy. Hadis ilmida ergashiladigan 4 ta odam bor deydi. Birinchilari Sufyan Savri, Kufadan bu kishi. Ikkinchilari Imom Malik Hijozdan, Madinadan. Uchinchisi Shomdan Avzoyi deydi. Va to'rtinchisi Basralik Hammad ibn Zayd deb aytishgan ekan. Ahmad ibn Hanbal aytadi, Imom Malik sayyidun min sadati ahli al-ilm va huwa imamun fil hadis val fiqh degan. Ya'ni ulamolarda sayyidi Imom Malik bo'ladi degan. Ahmad ibn Hanbal. Chunki Imom Malik ham hadisda, ham fiqhda peshvodir deb aytgan ekan. Imom Malik rahmatulloh alayh fazilatlari juda ulug'. Hammasini aytadigan bo'lsak, vaqtimiz yetmaydi. Lekin bitta qissasi bilan ketamiz. Bir kuni Imom Malik dars berib o'tirsa, bir odam masjidga kirib keladi va savol beradi. Ya'ni istivo ma'no. Qur'oni Karimda mana aytadiki, Ar-Rahman alal arshi istava deydi. Rahmon o'z arshiga ko'tarildi. Istivo ulug' ma'nosi. U so'raydi. Ey imom deydi. Alloh o'z arshiga qana ko'tarildi deydi. Imom Malikning g'azabi keladi. Chunki u paytda shunaqangi fitna savollar ko'payadi. Fitna savollar, shunaqangi teshirish, har xil savollar. U paytda shunaqangi toifalar, har xil fitnalar chiqib ketgan. Imom Malik yerga qaraydi va boshini ko'taradi. Aytadiki, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfiyatu majhulun was su'al anhu bid'atun fakhrujuhu fa innahu mubtadi' deydi. Va u kishining bu gaplari ahli sunna va jamoat e'tiqodiga bir qonun bo'lib qoldi. Istivo Allohning Rahmonning arshiga ko'tarilganligi ma'lum deydi. Val kayfiyati majhul deydi. Qanaqa ko'tarilganligi noma'lum. Chunki Qur'onda aytilmagan, hadisda ham kelmagan. Rahmon ko'tarildi deyapti. Va savol berishlik bid'at deydi. Chunki bu oyat tushganda sahobai kiromlar payg'ambar alayhisalomdan savol berib so'rashmagan qanaqa ko'tarilishi haqida. Bo'ldi, Rahmon ko'tarilganligini, arshida ekanligini bilamiz. Qanaqa ko'tarilganligi haqida savol bermagandan keyin keyingilarda bunaqa savollar bid'at bo'ladi. Bu odam ham bid'atchi ekan deydi. Bu odamni masjiddan chiqarib yuboringlar deydi. O'zi asli hech kimni birorta odamni masjiddan chiqarib yuborishga hech kimning haqqi yo'q. Masjidlar Allohning uyi. Lekin bid'atchilarni shunaqa masjiddan chiqarib yuborsa bo'laradi deb aytishgan.
Bu Imom Molik rahmatullohi alayhi ham umrlarining oxirida shu bir imtihon bo'lgan bu kishiga. Har xil odamlar shu xalifaga bu kishi haqida gap yetkazgan. Ya'ni Imom Molik ikkita asrda ko'rgan. Bittasi Umaviylar davridan 40 yil yashagan. 40 yoshdan o'tganda shu Abbosiylar hokimiyatga keldi. Abbosiylardan ham 40 yildan ko'proq Abbosiylar davrida ham yashab o'tdi. Ikkita davlatni ko'rdi, ikkita davrni ko'rdi. Shu davrda Abbosiylarni imomlardan xalifalardan Abu Ja'far al-Mansurga gap yetdiki, shu har xil gap aytyapti siz haqingizda, sizni xalifaligingiz haqida, bayat bermaslik haqida degan gap aytdi. Lekin bu gap tuhmat bo'lgan bu kishiga. Shuning uchun dardalangan. Ya'ni zindon qilingan Imom Molik ham va dardalangan. Va qo'llari bilan osib qo'yilgan ekan. Shu qo'llari bilan osib uzoq kun qolib ketganligidan shu qo'llari shol bo'lib qolgan. Shuning uchun umrlarining oxirida qo'llarini bog'lamasdan tushirib o'qirdi. Chunki o'ng qo'llari shol bo'lib qolgan deb aytishadi. Va bu imom shu umrlarining oxirida uzoq umr ko'rgan imomlardan umrlari shu 86 yoshida bu dunyodan o'tgan. Hijriy 179-yili Madina Munavvarada 21 kun kasal bo'lib yotgandan keyin dunyodan shu Robiul avval oyining 14-kuni vafot etadi. Va shu paytdagi xalifa amiri, Madinaning amiri bu kishining janozasini o'qiydi. O'zining yaqinlari g'usl qildirib, o'g'illari kafanlashgan ekan va Madina Munavvarada shu Baqiy qabristoniga dafn qilingan. Va bu kishining ham mazhablari mana yer yuzining ko'p joylariga tarqagan. Demak, keyingi safar Alloh subhanahu va taolo nasib etsa, navbatdagi shu mazhab boshini hayoti bilan o'tamiz. Va biz shu ulamolarimizni, buyuklarimizni yaxshilab tanishimiz kerak. Chunki Abu Hanifaning gapi bor. Menga shunaqangi buyuk odamlarni hayotini, tarjimai holini o'qishlik fiqhdan ko'ra mahbubroq deydi. Chunki bularning hayotida biz uchun ibrat bor. Bularning hayotida bizga ilm bor, hikmat bor, baraka bor. Ular Alloh rozi bo'lgan odamlar. Ular shu din uchun xizmat qilgan, payg'ambarning hadisini, sunnatini tarqatib ketgan odamlar. Shuning uchun arab shoir aytadiki, tashabbah bil kiromi va in lam takun mislahum fa inna tashabbuha bil kiromi falahu deydi. Shunaqangi buyuklarga o'zingni o'xshat deydi. Garchi ulardaqa bo'la olmasang ham deydi. Chunki bularga o'xshashlikning o'zi najot deydi. Biz shunaqangi olimlarimizni tanishimiz kerak. Biz shu ahvolga tushib qolishimiz, ilmsiz bo'lib qolishligimiz shu ilmdan uzoqlashganligimiz. Kitoblar o'qimay qo'yganligimizdan o'zimizdan chiqqan buyuklarni tanimaymiz. Shuning uchun arzimas narsalarda ham ilmsizligimizdan ixtiloflashib, talashib tartishib yuramiz. Agar ilm olsak, shunaqangi katta buyuklarimizni, ulug'larimizni, ulamolarimizni yaxshi taniydigan bo'lsak, bizdagi ixtiloflar o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Demak, juma vaqti bo'lib qolibdi. Bir duo qilamiz, keyin juma namozini o'qiymiz. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw aqall min zalik. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.